Namangan adabiy muhitida kamolga yetgan ko'plab ijodkorlar orasida adiba Lobar Rustamovaning alohida o'rni bor. Publitsistik maqolalari, o'ziga xos badiiy yechimga ega hikoya va qissalari bilan kitobxonlar e'tiborini torta olgan yozuvchi bugun ijodkor sifatida ham, faol nuroniy sifatida ham yurtdoshlari, mahalladoshlari e'tiborida. Adibaning kitobxonlikni, ma'naviyat va ma'rifatni keng targ'ib etishdagi xizmatlari ham e'tirofga munosib. Yangiqo'rg'on tumani hokimligi tashabbusi bilan yozuvchilar, jurnalistlar uyushmalari viloyat bo'limlari, ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'limi hamkorligida tashkil etilgan ma'naviyat tadbiriga viloyatimizda yashab ijod qilayotgan taniqli yozuvchi shoirlar, ma'naviyat sohasining fidoyilari va Lobar Rustamovaning hamsaboqlari taklif etildi. Tuman madaniyat bo'limi tasarrufidagi axborot resurs markazlari tomonidan tashkil etilgan ko'rgazmadan yozuvchi qalamiga mansub kitoblar, ijodi tahlil etilgan maqolalar o'rin oldi. To'kin dasturxon atrofida kechgan muloqotda Lobar Rustamovaning ijodiy faoliyati, asarlari haqida iliq fikrlar aytildi. Hamsaboqlarining xotiralari o'rtaga tashlandi. Lobarxon opaning ijodiga bir nazar tashlab qaraydigan bo'lsak, opani yozayotgan nasriy asarlarda ona vatan tarannumi, oila tarannumi, farzand tarbiyasi, shu bilan bir vaqtingizda detektiv jarayonlarni ham kuzatamiz. Lobarxon opaning asarlarini bugun nafaqat Yangiqo'rg'on, balki bugun dengizlar o'sha, daryolar o'sha 3 qit'a o'qiyapti. Lobarxon opani Amerikada chop etilgan, Afrikada chop etilgan, Buyuk Britaniyada, Germaniyada chop etilgan asarlari bizni Yangiqo'rg'onni dovrug'ini, xuddi mana shu Yangiqo'rg'onda shunaqangi ijodkor ayol borligini va shu bilan bir vaqtingizda Yangiqo'rg'on degan maskan ham mavjud ekanligini butun dunyoga mashhur qilib ko'rsatyapti. Lobar Rustamova qalamiga mansub asarlar xalqchilligi, qahramonlarning yuksak axloqiy fazilatlari bilan ajralib turadi. Ulardagi obrazlar siz va biz bilan yashayotgan oddiy odamlar, hayot sinovlariga matonat bilan dosh beradilar. Ular muallif singari soddadil, mehrli kishilar. Taniqli adabiyotshunoslarning e'tirofiga ko'ra, Lobar Rustamova asarlari badiiy pishiq puxtaligi bilan ham e'tiborni tortadi. Aytishlaricha, ijodkoriga ijodiy qobiliyat bir qanot vazifasini bajarsa, insoniy hislatlari uni ikkinchi qanot vazifasini bajarar ekan. Lobar opa deganda qay darajada zabardast qalamkash ko'z oldimizga kelsa, shu darajada qalbi keng, mehribon, g'amxo'r, zahmatkash bir inson, ayol, ona ham ko'z o'ngimizga keladi. Men alohida ta'kidlab o'tishni istagan bir jihat Lobar opaning mehnatkashligi. Bir oilaning bekasi, suyukli buvijon, sermahsul ijodkor bo'lish insondan qat'iy intizom, tartib kerak bo'lsa, fidokorona mehnatni talab etadi. Bugun asarlari dunyoning o'nlab tillariga tarjima qilinayotgan va xorijiy davlatlarda kitob holida turli internet saytlarida peshma-pesh bosilayotgan yozuvchi Lobar Rustamova ayni ijodiy barkamollik pallasida. Tadbirda uning mehribon ona, shafqatli buvijon, jonkuyar mahalladosh sifatidagi fazilatlari ham alohida ta'kidlandi. Lobar Rustamova deganda bir farishtadek ayol ko'z oldimda namoyon bo'ladi-da. Ulardagi haligi bir insonlarga bo'lgan mehr oqibat, insonni qadrlash, boshqalarga bir yaxshilik qilish mana shu onalaridan o'tib kelgan deb o'ylayman. Lobar Rustamova bilan ko'p yil birga ishladik. Ana shu Iqtisodiyot va soliq gazetasida ishlagan paytlarimizda aksariyat kitoblari, aksariyat asarlar o'sha paytlarda yozilgan. Bir tomondan yozsalar, bir tomondan gazeta sahifalarida chop etib borilardi. Uni men birinchi o'quvchisi bo'lardim. Tadbirda viloyat televiziyasi ijodiy guruhi tomonidan tayyorlangan adibaning hayoti va ijodiy faoliyatiga bag'ishlangan ko'rsatuv namoyish etildi. Tuman madaniyat bo'limi san'atkorlarining chiqishlari olqishlar bilan kutib olindi.